To'lisharmi o'lkada bahor, quyosh kezar osmon ko'ksida. Qaldirg'ochlar qanotmi qoqar undan soya labi ustida. Mana o'g'lim labi ustida, qaldirg'ochning mayin qanoti, o'spirinim toza ko'ksida. Kunda oshar yangi stoti, bo'yi oshib ketdi bo'yimdan, bosa olar ko'ksiga boshim, sevgim qurib bergan uyimda, o'sdi mening katta yo'ldoshim. Yurak to'la shodlik, mehr baxt, uning ko'zlariga boqaman, nigohida tiniq va yorqin, orzu to'lqinida oqaman. Orzulari qalbimga ziynat, hayotidir ko'zim qorasi, o'kinaman ba'zida faqat, yonida yo'q uning otasi. Urush noming o'chsin jahonda, hamon bitmas sen solgan alam, sen tufayli ko'p xonadonda ota nomli buyuk inson kam. 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barcha dunyoyimizda tinchlik bo'lishini xohlayman. Urushlar bo'lmasin. Har doim yurtimiz ayniqsa mana shunaqa obod va ozod vatan bo'lib qolaversin. Urushlar mana shu Zulfiya xonim ta'riflaganidek qanchadan qancha farzandlarni otasiz, qanchadan qancha ayollarni esa ersiz qoldirgan achinarli hol hisoblanadi. Shuning uchun urush bo'lmasin jahonda. Erkaklarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, omon bo'lsin. O'tganlarning xotirasi abadiy bo'lsin. Yonimizdagilar esa har doim e'zozda va qadrda bo'lsin. Rahmat.